Bugungi kunda fermer hamda dehqon klasterlarimizda qiltiqli bug'doyga nisbatan qiltiqsiz bug'doylarga qiziqish ortib bormoqda. Shu nuqtai nazarda Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti 30 dan ortiq yumshoq bug'doy nav va tizmalarimiz orasidan mana shu tizmamizda qiltiqsiz tizmamizga alohida e'tibor qaratishlaringizni so'rayman. Negaki bu tizmalarimizda tuflash koeffitsiyenti yuqoriligi hamda boshoqdagi donlar zichligi misol tariqasida mana qiltiqli yumshoq bug'doyimiz tizmamizga nisbatan mana bu qiltiqsiz tizmamizga qaraganda boshoq daragi donlar zichligi ko'rishingiz mumkin. Shu bilan bir qatorda bu qiltiqsiz bug'doyimiz qiltiqli bug'doyga nisbatan kasalliklarga bardoshliligi hamda ayniqsa issiqlik hamda quroqchilikka chidamliligi bo'yicha ajralib turganligi bo'yicha mana shu tizmamizda tanlab olindi. Bunda hamda ko'rishingiz mumkin oxir bug'un uzunligi hamda ayniqsa erta pisharligi bilan ajralib turganligi bo'yicha mana shu tizmamiz tanlab olindi va bu tizmamizda qishloq xo'jalik davlat narx sinoviga topshiriladi va Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutining tajriba maydonida birlamchi urug'chiligi yo'lga qo'yiladi. Va dehqon hamda fermer klasterlarimizda o'sha qiltiqsiz bug'doyga bo'lgan talablarni kelasi yillarda bera olamiz deb aniq ayta olamiz.